Shunaqa odamlarda ba'zilariga berilgan talant bor bilasizlarmi? Chunki men buni tirnoqcha qilib berisha olmayapman bu narsaga. Bu talant to'shni. Gapirganda tupurib gapirish bor, bilasizlarmi? To'shni mana shu og'zida charcheri bor bolalar bo'ladi. To'shni betizga turib, bir 10 minut gaplashib tursiz, yomg'ir tomchilayaptimi deysiz, bir yarim soatdan keyin cho'miltirib ham qo'yadi-da. Omalachi mana shu betizdagi kir tugasa tugab ketadi, ammo hali bolaning ichidagi suv tugamaydi. Tugamaydi umuman emas. Ertalab betiz yuvmasdan ko'chaga chiqib qo'yganmisiz, qalay sochni yaxshimisiz deyishdi, o'zida mana shu betizni obodonlashtirib yuboradi o'zi. Mana shu yerlarni oppoq qilib, ash gap so'zni ichida edi. Bu talant, bu harakat qilib erisha olmaysiz. P, S degan harflarni nari tarafga qarab olib aytsam siz betizga kelaveradi. Oshno, nari qarab gaplasha olmayman, eshita olaman, siz eshitsam bo'ldi deb turaverasiz. Devarsa o'ldi. Bir paqir suv keladi mashetizga. Bolalar bilan kim uzoqqa tupurish o'ynab turasiz. Rason o'ynaysiz, hali bola kelib turadi. Ha bola nima qilishyapsan deyishdi, o'zida sizlardan rekordinglardan o'tib qo'yadi. Xuddi shunaqa bola. Bu talant akalar. Buni farosatsizlikdan